O'zbekistonda aholini dori vositalari va tibbiy jihozlar bilan ta'minlash tizimini takomillashtirish, mahalliy farmatsevtika sanoatini rivojlantirish hamda aholining salomatligini mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilangan. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 10-aprildagi 57-son farmoni dasturlamal bo'lib xizmat qilmoqda. Mazkur farmonga muvofiq yurtimizda farmatsevtika mahsulotlarining klinik oldi tadqiqotlarini amalga oshiruvchi barcha laboratoriyalar zarur laboratoriya amaliyoti GLP milliy talablariga muvofiq sertifikatlanishi majburiy etib belgilangan bo'lib, shu maqsadda farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazining farmakotoksikologik tahlil laboratoriyasi GLP talablariga muvofiq inspeksiyadan muvaffaqiyatli o'tdi. Ma'lumot uchun zarur laboratoriya amaliyoti GLP laboratoriya tadqiqotlarini tartibga soluvchi, sifat va ishonchni ta'minlovchi xalqaro standartlar tizimi hisoblanib, laboratoriyalarda olib boriladigan amaliyotlarning sifatini ta'minlash, ularning haqqoniy va ishonchli bo'lishiga kafolat berish maqsadida joriy etilgan qoidalar majmuasi hisoblanadi. GLP milliy standartiga muvofiqligi tasdiqlandi va bu haqda bizga sertifikat taqdim etildi. Bu bizga nima beradi? Bu demak laboratoriyaga eksperimental sharoitda o'tkaziladigan tadqiqotlarga sifat tizimi joriy etilganligini tasdiqlaydi. Laboratoriya tomonidan olinayotgan natijalarning, tadqiqotlar natijalarining ishonchliligini ta'minlaydi. Bundan buyon bizning laboratoriya o'zbek olimlari tomonidan yaratilayotgan yangi dori vositalari yoki tabiiy manbalardan olinayotgan vositalarning farmakologik faolligi yoki bezararligini aniqlash bo'yicha tadqiqotlar o'tkazish imkoniga ega bo'ldi. Bizning maqsadimiz birinchi o'rinda xalqimiz salomatligini muhofaza qilish, undan so'ng O'zbekistonda ilm-fan hamda farmatsevtika taraqqiyotiga hissa qo'shishdan iboratdir. Ta'kidlash joiz, farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazining farmakotoksikologik tahlil laboratoriyasi dori vositalari va tibbiy jihozlar xavfsizligini baholashda muhim ahamiyatga ega. Unda dori vositalari va tibbiy jihozlar bakterial endoksinlar, piragellik, zaharlilik, mahalliy ta'sirchanlik, gistamin, gematologik faol moddalar kabi ko'rsatkichlar bo'yicha tekshiriladi. Shuningdek, mahalliy ishlab chiqarilgan dori vositalari biologik faolligi hamda generik dori vositalari bioekvivalentligi aniqlanadi. Shubhasiz ushbu natija mamlakatimizda farmatsevtika sohasini izchil isloh qilish va rivojlantirish yo'lidagi muhim qadamlardan biri bo'lib, aholini sifatli, xavfsiz va samarali dori vositalari bilan ta'minlashda, shuningdek, O'zbekiston farmatsevtika sanoatining xalqaro maydonda munosib o'rin egallashda katta ahamiyat kasb etadi.